Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Rulo. Bugungi videomizda Minecraft'dagi sirli bloklarni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Albatta, xo'sh, like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizning birinchi o'rindagi blokimiz bu struktura void. Xo'sh, buni olish uchun siz chatga slash give kichikcha p struktura void deb yozasiz va ikkinchi blokimiz bu struktura blok. Uni ham olish uchun shunday deb yozasiz, faqat struktura blok deb yozsangiz yetadi. Xo'sh, buni hozir vazifasini sizlarga ko'rsataman. Xullas, mana shunday bu blokni mos kelgan burchakka qo'yasiz. Mana shunday bo'lishi kerak. Mana shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Xo'sh, buni ustiga bosasizlar va mana shu yerdan size'larni o'lchab va mos keltirib olasizlar. Xo'sh do'stlar, bu yerda endi ikkita rejim bor. Load va save degan rejim bor. Xo'sh, biz mana shu yerdan save degan joyga o'tib turib, nomni yozamiz. Xo'sh, ya'ni buga nom beramiz. Masalan, obuna bo'ling. Va shunday deb yozganingizdan keyin save deb chiqarasiz. Va chiqarganingizdan so'ng boshqa joyga xohlagan joyingizga borib turib, bu blokni shu yerga qo'yasiz va ichiga kirib turib strukturani nomini yozasiz. Va men obuna bo'ling deb yozgan edim. Xo'sh, bunda hech qanday xato qilmasdan qanday bo'lsa shunday yozish kerak va loadga o'tib turib shunday load ustiga bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bu bilan kopiya bo'ldi. Kopiyovat qilib turib boshqa joyga qo'ydik. Mana ko'rib turganingizdek, ichi ham shunday va bu blokni sekin buzib yuborsangiz ham bo'ladi. Va bunisini ham. Xo'sh, hamma ichidagi narsalari o'shanday qoladi, hech qanday narsalar buzilib ketmaydi, hattoki sandiqdagi narsalari ham. Xo'sh, endi bizning ikkinchi blokimiz bu struktura void. Bu blokni hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'sh, bu blokni xuddi baryerga o'xshaydi, lekin bu baryerdan boshqacharoq. Bu blokning ichidan o'tib ketsangiz bemalol bo'ladi. Xo'sh, bu blok turgan joyga hech qanday blok qo'yib bo'lmaydi. Mana ko'rib turganingizdek bo'lmaydi. Uni atroflariga qo'ysangiz bo'ladi. Mana shunday qilib, mana ko'rib turganingizdek. Xo'sh, bu blokni atrofiga qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh, men hozir sizlarga bir narsani qilib ko'rsataman. Menimcha ko'pchiligingiz bildingiz qurishimni. Xo'sh, biz mana shunday qilib bloklarni qo'yib olamiz. Va ko'rib turganingizdek men orasidan bemalol o'tib ketyapman. Bu hech qanday baryerga o'xshamaydi. Va biz hozir suv qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek qo'ydik, hech qayerga suv ketmayapti. Bu yerga va bu yerga ham qo'yamiz. Mana xullas bolalar hech qayerdan suv chiqib ketmayapti va siz fake Ethercraftni portalni yasadingiz. Bu hech qanday teleportatsiya qilmaydi. Xullas, videomiz shu joydan iborat edi. Albatta, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Rulo bo'ldim.